Ikkinchi bob. Bozor va mijozlarni tushunish. Startapning muvaffaqiyati uning g'oyasi qanchalik yaxshi ekanligiga emas, balki uni qanchalik yaxshi bozorga moslashtira olganingizga bog'liq. Bozor va mijozlarni tushunish g'oyangizni haqiqiy ehtiyojga javob berishni ta'minlaydigan asosiy bosqich. Bu bobda biz bozor turlari, mijoz segmentatsiyasi, raqobat tahlili va bozor hajmini hisoblash usullarini ko'rib chiqamiz. Haqiqiy misollar va amaliy maslahatlar bilan siz o'z startapingiz uchun to'g'ri yo'nalishni aniqlaysiz. Bozor turlari. Ikki xil turdagi bozor bor: tor bozorlar va katta bozorlar. Bozor deganda biz mahsulotingiz yoki xizmatingizni sotadigan maydonni tushunishimiz kerak. Tor bozorlar. Bu bozorlar kichik, lekin sadoqatli mijozlar guruhiga ega. Masalan, organik bolalar ovqatlari yoki maxsus sportchilar uchun jihozlar. Afzalligi raqobat kam, lekin o'sish cheklangan. Katta bozorlar kengroq auditoriyaga xizmat ko'rsatadi, lekin raqobat yuqori. Masalan, Amazon dastlab faqat kitob sotishdan boshladi, tor bozorda edi. Keyin esa butun onlayn savdo bozoriga kirdi, katta bozorga ko'chdi. Amazonning kichikdan boshlab asta-sekin kengayish strategiyasi ko'plab startaplar uchun namuna bo'ladi. Agar siz yangi boshlayotgan bo'lsangiz, tor bozordan boshlang. Masalan, O'zbekistonda mahalliy ovqat yetkazib berish xizmati sifatida boshlash osonroq. Keyin esa katta shaharlarga yoki xalqaro bozorga chiqishingiz mumkin. Mijoz segmentatsiyasi. Personalar yaratish. Mijozni aniq bilish bu muvaffaqiyat kaliti. Mijoz segmentatsiyasi bu auditoriyangizni guruhlarga bo'lish va ularni ehtiyojlarini tushunish jarayoni. Buning uchun persona, ya'ni ideal mijoz tasviri yaratish samarali usul hisoblanadi. Persona nima? Bu sizdan mahsulot sotib oladigan aniq mijozni batafsil tasviri. Yoshi, kasbi, muammolari, odatlari va maqsadlari. Masalan, sayohatchilar uchun uy-joy ijarasi va uy egalari uchun mehmon qabul qilish platformasi. Airbnb'ning personasi quyidagicha bo'lishi mumkin. Sayohatchi persona. Ismi Jasur, 28 yoshda, freelancer, kam xarj sayohatni yaxshi ko'radi. Mehmonxonalarga pul sarflashni yoqtirmaydi. Mahalliy tajriba izlaydi. Uy egasi personasi. Ismi Nigora, 35 yosh, uy bekasi. Qo'shimcha daromad olish uchun bo'sh xonani ijaraga bermoqchi. Xavfsizlik va oson boshqaruvni xohlaydi. Qanday qilib persona yaratish kerak? Mijozlarni 2-3 guruhga bo'lasiz. Masalan, talabalar, yosh mutaxassislar yoki oilalilar. Har bir guruh uchun persona yaratasiz. Ismi, yoshi, kasbi, muammolari, ehtiyojlari. Ularni kunlik hayotini tasavvur qiling. Qanday muammolarga duch kelishadi? Sizning mahsulotingiz ularga qanday yordam beradi? Ana shu savollarga javob topganingizdan keyin Excel yoki Canva'da persona shablonini yaratsangiz bo'ladi. Masalan, O'zbekistonda onlayn ta'lim platformasi uchun persona 22 yoshlik Aziza, talaba, ingliz tilini o'rganmoqchi, lekin arzon va moslashuvchan kurs topa olmayapti. Raqobat tahlili. Raqobatchilarni tushunish bozorda muvaffaqiyat qozonish uchun juda ham muhim. Porterning 5 kuchdagi modeli raqobat tahlil qilishni eng yaxshi usullardan biridir. Bu model quyidagi omillarni o'rganadi. Raqobatchilarning raqobati. Bozorda qancha raqobatchi bor? Masalan, Uber va Lyft o'rtasidagi raqobat shiddatli, chunki ikkalasi ham bir xil xizmatni taklif qiladi. O'zbekistonda, masalan, Yandex.Go va InDriver o'rtasidagi raqobatni tahlil qilish mumkin. Yangi kelganlar xavfi. Yangi startaplar bozorga kirishi qanchalik oson? Masalan, taksi xizmatlarida yangi startaplar uchun to'siqlar juda ham yuqori. Chunki katta o'yinchilar allaqachon bozorni egallab bo'lishgan. Ta'minotchilarning kuchi. Sizga xomashyo yoki xizmat yetkazib beruvchilar qanchalik ta'sir qiladi? Yetkazib berish startapi uchun restoranlar ta'minotchi hisoblanadi. Mijozlarning kuchi. Mijozlar narx yoki xizmat sifatiga qanchalik ta'sir qiladi? Agar mijozlar osongina boshqa xizmatga o'tsa, bu siz uchun xavfli. Muqobil mahsulotlar xavfi. Sizning xizmatingiz o'rnini boshqa yechimlar egallay oladimi? Masalan, videokonferensiya xizmatlari Zoom uchun muqobil sifatida telefon qo'ng'iroqlari yoki boshqa platformalar, masalan, Microsoft Teams hisoblanadi. Real misol haqida gaplashadigan bo'lsak, Uber va Lyft o'rtasidagi raqobat. Uberning afzalligi global bozor ulushi. Lekin Lyft AQShda mahalliy mijozlarga moslashgan xizmatlari bilan raqobat qila oladi. O'zbekistonda Yandex.Go'ning kuchi uning narx strategiyasida. InDriver'da esa foydalanuvchilar narxni o'zlari belgilash imkonini berishidadir.
Bozor hajmini hisoblash. TAM, SAM, SOM. Bozor hajmini tushunish investorlar uchun muhim, chunki ular sizning startapingiz qanchalik katta bo'lishi mumkinligini bilishni xohlaydi. Bozor hajmini hisoblash uchun 3 ta metrika ishlatiladi. TAM, Total Addressable Market, umumiy bozor hajmi. Agar siz onlayn ta'lim platformasini ochmoqchi bo'lsangiz, global onlayn ta'lim bozori qancha ekanligini hisoblashingiz kerak. Ana shu narsa TAM bo'ladi. SAM, Serviceable Addressable Market. Sizning mahsulotingiz xizmat ko'rsata oladigan bozor ulushi. Misol uchun, onlayn ta'lim platformasidagi TAM 2025-yilda 400 milliard dollarga baholangan bo'lsa, uni O'zbekistondagi onlayn ta'lim bozori taxminan 100 million dollarga baholanyapti. Ana shu narsa SAM bo'ladi. SOM, Serviceable Obtainable Market. Sizni startapingiz reja ravishda egallashi mumkin bo'lgan bozor ulushi. Misol uchun, birinchi yilda O'zbekiston bozorini 5% ni egallamoqchisiz. Taxminan 5 million dollar. Hisoblash usuli. TAM, soha bo'yicha global hisobotlarni o'rganing. SAM, mahalliy bozor statistikasini tahlil qiling. SOM, raqobatchilarning bozor ulushini va o'z imkoniyatlaringizni hisobga oling. Misol uchun, agar sizning platformangiz 1000 ta talabani jalb qilsa, bir talaba yiliga 50 dollar to'lasa, so'm 1000 ni 50 ga ko'paytirganingizga teng bo'ladi, ya'ni 50 ming dollar. Misol uchun, Spotify o'z bozorini tahlil qilganda TAM sifatida global musiqa streaming bozorini oldi, 50 milliard dollardan ko'proq. SAM sifatida AQSh va Yevropa bozorlarini oldi, 20 milliard dollardan ko'proq. SOM sifatida esa birinchi yillardagi 1 million obunachini hisoblagan, 100 million dollarni. Bozoringizni TAM, SAM va SOMni hisoblash uchun oddiy Excel jadvalini yarat. Masalan, keling shunday startap o'ylaymiz. O'zbekistonda yetkazib berish xizmati. Uning TAMi, ya'ni global yetkazib berish bozori 400 milliard dollar. SAM, O'zbekiston bozori 50 million dollar. SOM, birinchi yilda 10 mingta mijoz. Misol uchun 500 ming dollar. Yana bir zo'r usul bu mijozlar bilan suhbat. 100 ta intervyu o'tkazish usuli. Mijozlarning ehtiyojlarini tushunish uchun ularga to'g'ridan-to'g'ri savollar berish eng yaxshi vosita. 100 intervyu qoidasi. Startapchilar uchun muhim qadam. Bu jarayon quyidagicha: maqsadni aniqlash, muammo yoki g'oyangizni qadrini tekshirish, mijozlarni topish, X, LinkedIn yoki mahalliy tarmoqlarda potensial mijozlarni qidiring. Misol uchun, talabalar guruhlarida so'rovnoma tarqating. 5 tadan 7 tagacha ochiq savollar tayyorlang. Masalan, sizdagi eng katta muammo nima? Hozir bu muammoni qanday hal qilyapsiz? Bizni yechimimizdan foydalangan bo'larmidingiz? Keyingi qadam intervyu o'tkazish. 15-20 daqiqalik suhbatlar, yuzma-yuz yoki Zoom orqali, O'zbekistonda Telegram yoki WhatsApp orqali ham muloqot qilish mumkin. Natijalarni tahlil qilish. Umumiy muammolar va ehtiyojlarni aniqlang. Masalan, agar 70% mijoz arzon narx desa, bu sizning strategiyangiz uchun muhim signal. Bozor va mijozlarni tushunish bu startapning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun asosiy omil. Tor yoki katta bozorni tanlash, personalar yaratish, raqobatni tahlil qilish va bozor hajmini hisoblash orqali siz g'oyangizni potensialni aniqlaysiz. Mijozlar bilan 100 ta intervyu o'tkazish esa sizni real ehtiyojlaringizni ochib beradi. O'zbekistonda, misol uchun, e-commerce yoki agrotek katta imkoniyatlarga ega, ammo aniq tahlil talab qiladi. Keyingi qadam minimal ishlaydigan mahsulot, ya'ni MVP yaratish haqida bo'ladi. Bu haqida 3-bobda gaplashamiz.